Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men Sumayya. Bugun sizlarga Qaysar Böjen degan hikoyani o'qib beraman. Qaysar Böjen degan hikoyani o'qishdan burun sizlarga toshqin böjenimni tanishtirib qo'yay. Böjenimning ismi Barla. Omakkan ha? Bu hikoyamizni anglab o'qirsin. Qaysar Böjen. Bir kuni Böjen do'stlari bilan maslahatlashib bog'chaga o'ynashmoqchi bo'lishibdi. Böjen onasidan: "Ana, bugun do'stlarim bilan bog'chaga borib o'ynab kelsam bo'lamdi?" deb so'rabdi. Do'da toshqin tezla ma'qul bo'pti. Ammo ana toshqin: "Bolam, biz bilan borsang bo'ladi. Yoninglarda cho'nglar bo'lmasa asrab qoldikanman" debdi. Böjen: "Asirma ana, boshqa yerga bormaymiz. O'zaro urushmaymiz. Uyga kech qolmaymiz" debdi. Ana toshqin ma'qul bo'pti. Bundan Böjen intayin xushal bo'lib sakrab ketdi. Böjen sirtiga onasidan tayyorlab bergan yemeklarni silib nihoyatda xushal holda uydan chiqibdi. Ana toshqin eshik oldida bo'lsa qulflanishibdi. "Bolam, o'zinglarga bek diqqat qilinglar" debdi. Toshqin do'stlari bilan sakrashib, taqlashib bog'chaga qarab minibdi. Yo'l bo'ylari rangarang ichilgan gullar bilan to'lgan bo'lib, ko'pinaklar uchib yurishadi. Daraxtlarga chang'a solgan qushlarning bichillashlari anglanib turadi. Böjen va do'stlari bog'chaga yetib kelibdi. Böjen do'stlariga bir daraxt ko'rsatib turib: "Qaranglar, qaranglar, bu daraxt ostida o'tiraylik. Atrofi bek chiroyli ko'rinadi" debdi. U daraxtning atrofi gul chechaklar bilan to'lgan. Bir tarafida sular oqib turgan daraxtning yopirmoqlari soya tashlagan bo'lib, haqiqatan jalb qilarlik edi. Böjen va do'stlari daraxtning ostiga o'tirishibdi. Ular o'zlari ilib kelgan yemeklarni siratlardan chiqarishibdi. Böjen: "Do'stlar, kelinglar tomoq yemaylik, avval o'ynaylik. Qaraganda, ochganda, orom olgach ondin yeylik" debdi. Hammaylar ma'qul bo'lishibdi. Ular u yoqdan bu yoqqa yugurishib, intayin xushal o'ynashibdi. Shu arada Aslanchoq: "Men hordim, sizlar o'ynanglar" degunicha daraxtning ostiga kelib so'zilib yetibdi. Aslanchoq do'stlarining o'ynashlarini tomosha qilgach uyquga ketibdi. Shu asnoda daraxt shoxlari orasida bir siriq yilon Aslanchoqqa yaqinlashibdi. Böjenning shu chog'da olma yegisi kelib daraxtning yoniga ketdi. Böjen olma ilyotgacha shirildigan bir ovozni anglabdi da ustiga qarabdi. Qarg'udek bo'lsa bir siriq yilon Aslanchoqqa tushirdiganicha yaqinlab kelayotgandek. Qandoq qilish kerak? Agar varqirsa Aslanchoq qo'rqib ketishi mumkin. Mabodo siriq yilon qochib ketsa boshqalarga ziyon zahmat yetkazadi. Böjen yana qarab tursa kechikadiganligini his qildi da qizil olmani siriq yilonga qaratib "Bismillah" deb butun kuchi bilan etibdi. Qizil olma siriq yilonning dal boshiga tegibdi. Yilon achchiq bir kushildab o'libdi. Ushtumtut chiqqan ovozdan Aslanchoq uyg'onib ketibdi. O'ynayotgan toshqinlarmi darhol daraxtning yoniga kelishibdi. Ular yilonni ko'rib hayron bo'lgan holda bir-biriga qarashibdi. Böjen yuz bergan voqeani so'zlab beribdi va Aslanchoqqa qarab bundoq debdi: "Seni cho'chitayotgan bo'lsam kechirgin. Hargiz undoq dema. Sen mening hayotimni qutqizib qolding. Sana qanchalik rahmat etsam ozlik qildi. Rahmat, sana ko'p rahmat" debdi. Böjen: "Sen qaysar ekansan? Sening do'stlaring bo'lganligimizdan biz bek xushal bo'ldik" deyishibdi. Xo'sh,